Eshitdinglarmi? BYD Andijon mashinalarni bozordan ko'ra qimmatroq narxga xarid qilar ekan va sizga yangi mashina berar ekan. Bu qanaqa ishlaydi? Rostdan ham haqqoniy baholashami? Xullas shunday tekshirgani keldim. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qay darajada haqqoniy va to'g'ri baholanadi. Iloji bo'lsa, mashina purish yaqininglarga yuborib qo'yinglar. Biz boshladik. Shahzodbek BYD Andijon gen direktori. Qarang, uka, mana shu mashinani agar yangiga almashtirmoqchi bo'lsam, necha pulga olib qolasizlar? Xarakteristikalari: Gentra, mexanika, 150 ming yurgan, mokri asfalt, yana nimasi? Bitta mana shu kapoti almashgan. Yangi kapot qo'yilgan. Necha pul narx berasiz? Qomat aka, avvalambor mashina yaxshi ekan, yomon emas. Endi ko'chada buni narxi, mashinaning narxi 8700, 8600 patologiya. Agar bizda trening qiladigan bo'lsangiz, 9000 ga olib qolamiz. 9000 ga olasiz. Uni ustiga pul qo'shib, men sizdan yangi xohlagan mashinani olaman. Xohlagan, xohlasangiz BYD, Chazor, Champion, xohlagan BYD mashinangizni xarid qilsangiz bo'laveradi. Eshitdinglar, mana shu mashinani 9000 ga olib qolishga tayyor bular. Bu qay darajada to'g'ri? Xarakteristikalar bilan solishtirib kommentariyada yozib olinglar. Eng qulay esa siz mashinangizni shunchaki sotmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, BYD Andijon salonida mutlaqo tekinga baholab berishar ekan. Bu esa mashinangizni asl narxini bilish va bozorda bemalol savdolashishga imkoniyat beradi. Manzil Andijon shahar, Amir Temur ko'chasi, 11-uy. BYD Andijon saloni.